Kakras farzand ko'targan ota qidirib turdim. Assalomu alaykum aka, yaxshisiz? Videoga olsam mayli? Bitta savol beraman. Ota uchun o'g'il farzand mehribon bo'ladimi, qiz farzandmi? Qiz farzand. Qizingizni nima uchun yaxshi ko'rasiz? Ya obbo'yman, shu makam ishlab olyaptilar. Yana bitta savolimiz bor. Mana shu qizingizga mos bizda bitta sovg'a bor o'zi. Kakras mashinada bitta sovg'a qolgan. Agar menga obuna bo'lgan bo'lsangiz Arzu klubga shu farzandingizga shu sovg'ani berib ketaman. Qani ko'raylik Instagramda. Instagramda. Aha. Tak. Voma o'zi turibman ekan o'zi. Voy, obuna bo'lgan ekanlar gapyo. Ismi nima qizingizni? Mohinur ismi. Mohinurga hozir bitta sovg'a. Keling o'zingiz tanlab olasiz. Tanlab olmaysiz o'zi. Bitta zo'r sovg'a qolgan. Menimcha shunaqa sovg'asi bormi yo'qmi aytasiz? Men hali ularga ko'rsatmay turaman. Mana shunaqa sovg'asi bormi qizingiz? Yo'q, bundaqa sovg'asi yo'q. Yo'qmidi? Yo'q. Sovg'ani ko'rsatamizmi odamlarga? Ko'rsatamiz. Mana! O'tkazib qo'yamiz. Mana sizga. Yoqdimi sizga mana? Yoqdimi? Akajon, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p. Hammaga mana shunaqa shirin qizlar nasib qilsin deganlar. Mana shunaqa qiz farzandli bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Qizni yaxshi ko'rish kerak. Obuna bo'lganingiz rostmikan? Rost ekan. Sovg'a berishingiz rostmikan? Rost ekan. O'zingiz ehtiyot qiling, sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar o'zi o'g'il farzand yaxshi ko'rasizlarmi yo qiznimi? Kommentga yozinglar.